Assalomu alaykum. Hurmatli asl cho'pon obunachilari, mana bugun Jizzax viloyati Zomin tumani 500 qishloqida o'zimning xonadonimda video syomka qilyapmiz. Sotiladigan qo'chqorlarimiz bor. Narxi kelsa sotiladi. Razni soni bu yerda 450 tosh, 450 bosh. Ne qo'zlar. Bugün çislayımız 2025 yıl 23 oktyabr haftanın Perşembe günü. Bozdu. Yo'talishga e'tibor bermaysiz, buni yo'talyapti. Chang. Buni ko'ryapsizmi? Sizlardan like so'ramaymiz. Yoqqan bo'lsa like bosaverasizlar. Ne qo'zlar. Endi buni qo'ydim, oldi orqasini ko'rib turibsizlar. Qaysi birini maqtashni ham Onu emas. Sifatli ayni boqishga tayyor qo'chqorlar. Boqishga tiniq, yaltir jumbar. Oralab ko'rsatib o'tib ketyapmiz mana. Ishonchli, masalan, nima deydi? Bizlarning taqdimimiz bor. Liboy bir kasal kusali bo'lsa, biron nima qilaverasiz. Mayda sanoylarni nima ishonchli. Qisqaroq qilib aytganimizda. Ne qo'chqorlar. Hop 10 ta 20 ta tashab qo'ysalarimiz. Nasib bu. Ne Arashan, Edilboy deydimi? Bizda uni Hisori deydi, farqi yo'q buni. Ana shu qo'zni 6 million so'm bo'lsa beraman o'sha sariqni. Mana shu joyda yemaydi. Buni oxirlarda ko'rlanadi. Oxirda. Narxiga kelsak, narxi 5 milyon 600 ming so'mdan bo'ladigan deydi. Bu yerda bloger yo'q-ku. Bizga savdolashadigan. 5 milyon 600 ming so'mdan tanlab olaverasizlar. 5 milyon 600 dan 4,5 milyon oralig'ida qo'zimiz bor. 5 milyon 600 dan 4,5 milyon oralig'ida qo'z qo'chqorlarimiz bor. Mana baridan oqlandan so'ng bir chekasidan ko'rsatyapman. O'tgancha ko'rib tomosha qilaverasiz. Tacha sariq bor ichida. 50 ta. Olapakki bor bitta. Ikkita olapakkisi, uchinchisi. Qo'zlarimizning bo'ylari 85, 80 shunday chiqsa kerak. Endi bitta 90 nima 90 ni gapirmaymiz endi. 90'lar ham bor. Aslida ana shu qo'chqorlarimiz keladi. 90. Kengroq joyda olinyapti. Chang. Tekda ushlab ko'rsat. Tikkadim bu. Turushlari, quloqlari, tonlari, junlari. Yaltiroq. Buyur. Ushlab tekdan sariqdan 3 tane sariq. Narxi 5 milyon 600 ming so'mdan. Faqat mana shu sariqning o'zini 6 million so'mga beraman. Sariqning o'zini. Tikkadim-da. Bo'ldi, qo'yver. Chang ko'tarilib ketyapti, chang. Mana sariq. Ikkala sariq 6 million so'mdan bo'lsa beraman. Sotsekin. Gar bonuslar. Shuni ko'rsat. Shuni. Sariqlar. Hozir ushlagan sariqlar bir bilan ikkinchi sariqni qo'yur.
6 milyon so'mdan ikkilasini beraman. Qolganini 5 milyon 600 ming so'mdan ketaveradi. 5 ta olasizmi, 10 ta olasizmi? 4 milyon 600 ming so'mdan eng maydalarini o'zimiz chiqarib beramiz. Mana kashtanlar ichida ko'p yerda qo'ydi. Jizzax viloyati Zomin tumani 500 qishlog'ida qo'ylarimiz turibdi. Silliq shunday. Xudo xolasa boqishga tappa tayyor qo'zilar. Mayli, o'zi junlar aytib turibdi, 40 jun sifati bor. Masalan, qanaqangina qo'ylar jun emas. Shaki joydar jun emas. Chang ko'tarib ketyapti. O'z paychalarim aytib turibdi qo'ylarimizning. Oldin tomosha qilin, qo'ylar zo'r, xudo xolasa. Hamma turidan bor. Ola desangiz olasi, qora desangiz qorasi. Ne qo'zlar. Hurmatli obunachilar, podpiska bosib qo'yasizlar, obuna bo'ling. Akalar, bu yerga kelgandan keyin qo'yni ajratib turib ko'rib savdo qilib olamiz. Olasizlar. Soni 450 ta. Masalan, katta iri-iriklarni 4,5 dan deb hisob emas u. Uni kep ko'rib, bilib, tepasiga qo'ydim, ustiga qarab savdo qilib olamiz. Masalan, qo'ylar kichkina ko'rinib turibdi. Qo'y ham kichkina. Masalan, qo'ylar irik, mana bu qo'ylar. Farqi bilan bor, hamma narsasi. Farqi bilan savdosini qilaverasiz. Instagramda Asli Cho'pon degan kanalimiz bor. Instagramda. O'shanga ham obuna bo'lib qo'ysalaringiz o'tib, har kuni bitta videolar chiqarib turamiz. Mana qo'yimizning dumbasini qarang. Nima deydi bu? Qanaqangi dumba bu? Ketmon dumba deydi buni. Yoppa dumba deydi. Mana tikka dumba bilan ikkalasi farq. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar.